Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Xonadonlaringizga fayz baraka, o'zlaringizga tinchlik, xotirjamlik tilab, bugun 2026-yil 27-avgust ekan. Bugun bitta video qilyapmiz. Bu yerda mana uzuni 4 metr, yana 1,5 metr joy bor edi. Hashay-hushaylar bu yerda egallab turadi, ularni tozalab yangi joy qildik mana. Go'ngni soldik, yaxshilab namladik. Endi mana chuvalchangni olib chiqdik. Hozir chuvalchang solamiz. Balandligi 25 cm bo'ldi. Eni 1,5 metr bo'ldi. 6 kvadrat joy bo'ldi. Chuvalchanglarni olib chiqdik mana. Endi hozir shu chuvalchanglarni bu yerga tashlaymiz endi. Mana shu chuvalchanglarni tashlaymiz endi. Shu chuvalchanglarni yozamiz endi bu yerga. Yayib tashlaymiz. Mana shu holatda chuvalchanglarni olib chiqdik endi. Yoyib qo'yamiz bularni. Bu yer mana ikkinchi joyimiz. Bu yerda ham uzuni 4 metr, eni 1,5 metr. Bu yerga ham yaxshi go'nglarni namlab, chuvalchang soldik. Olti metr joy bor ekan. Boring 500 kilo buyagimiz bahorga tayyor bo'lib qolsa ham chuvalchang ko'payadi, ham bu yerdan 500 kilo, narigi joyimizdan 500 kilo. O bir chekada edi u joyimiz ham. O'sha yerga joy qildik. Ikkovidan 1 tonna buyagimiz chiqib qolsa ham. O't o'lanlar bor edi, o'tlarni tozaladik. Mana bu 3-chuvalchang boqayotgan joylarimiz. Yangi joylarimizdan 12 kvadratdan boring 1 tonna mo'ljallab turgan bo'lsak, Xudo xolasa bahorga borib, endi bu yerda 250 kvadrat chuvalchangimiz bor. Fevralga Xudo xolasa tayyor bo'ladi. Shunda elab tayyorlaymiz. Bahorga sotamiz. Mart oyidan boshlab sotishni boshlaymiz. Bu yerda mana 3 tonna buyagimiz elab tayyorlab qo'yganmiz. Buni yaqinda sotamiz Xudo xolasa. Sentyabr oyida hozir gazon sepayotganlar ham so'rab turibdi. Bu yerda tayyori ham bor. Shuning uchun har bir bizi xonadonlarda juda ko'p joylar bo'sh turibdi. Kimiki sharoiti bo'lsa 10 kvadratmi, 20 kvadratmi shu yerga chuvalchang boqib qo'ysa, bu oilaga qo'shimcha daromad bo'ladi. Yoki o'zi uchun buyagimiz ishlab chiqaradi. Soya setkalar bu yil issiqda ancha quyoshdan, issiqdan saqladi bizni chuvalchanglarni bular. Bu chuvalchang boqayotgan ikkinchi joyimiz.
Mana bu yerda chuvalchanglar juda zo'r ishlashyapti. To'rtta bioreaktor bor bu yerda. Bu yil mana soya setga ham juda salqin berdi bu yerga. Shuning uchun juda yaxshi ishlashyapti chuvalchanglar. Endi Xudo xolasa sentyabrda oxirlariga borib biyagumbusni chuvalchanglardan ajratib olamiz. Oktyabr oyida elab, qoplarga solib, tayyorlab keyin sotamiz Xudo xolasa.